Shu hunarim orqasidan oyiga 10 million, 12 million so'm daromad qilib turibman. Men Olim G'olib, Vobkent tumanining Xo'jaobod mahallasida, Xo'jaobod qishlog'ida istiqomat qilaman va o'z hududimda hunarmandchilikning ganch o'ymakorligi yo'nalishi bo'yicha ish faoliyatimni 10 yildan buyon yuritib kelaman va menga mahalla tomonidan biriktirilgan yoshlarni ish bilan ta'minlab, ularga hunar sirlarini o'rgatib kelyapman. 3 nafarini hunarmand uyushmasiga a'zo qildim. Va bu ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni mahalliy bozorga, o'z hududimizda va onlayn bozorga chiqardik. Onlayn platformalardan Zoom Market, Azon Market, Vibers platformalarida ijodiy ishlarimizni joylashtirdik. Yoshlarga shu o'rinda tavsiya sifatida aytmoqchiman, o'z vaqtlarini behuda ishlarga ketkazmasdan hunarlarni o'rganib, o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlarini tavsiya beraman.